Toshshahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyati Qo'l markazi bu bir kunda 100 dan ortiq fuqarolarning jamoat transporti bo'yicha murojaatlarini qabul qiladigan manzil. Boshlanishda 3 ta, undan keyin esa 8 ta operatorga ehtiyoj sezilgan joyda bugun qo'ng'iroqlar tinmayapti. Kelganimizda ham eng ko'p murojaat sizda bo'lyapti. Nimaga bunaqa o'zi? Hozir murojaat qabul qilsam bo'ladi. Bo'ladi. Marhamat. Fuqarolarning aksariyati avtobuslarda konditsioner yoqilmagani sabab 1062 qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qilishmoqda. Davlat raqamini bilasizmi? Yo'q, qaramaganman. Men ishxonaga qatnab kelaman. Nechta 150 ga o'tirgan bo'lsam, yolg'on bo'lmasa bittasi chulpa yoqilgan edi. Hozir murojaat tegishli joyga yuboryapsiz-ku, qanchada hal bo'ladi? Misol uchun, shu kuni bo'yi yana konditsionerni issiq holda yoqib yurmaydimi ish qilib? Ular ko'rib chiqishadi, o'sha har bitta shikoyatni ko'rib chiqishadi. Ko'rib 15 kun, 2 kun ichida o'shalarga SMS xabarnoma boradi. Yo, masalan, 15 kunda boradigan bo'lsa, hozir mantiq qayerda qoladi? Bu konditsionerni qachon yoqadi shunda? Telefoningizni bering, aytinglar, men gaplashaman o'zim deydi. Men Toshshahar Transxizmatdan 1062 dan qolman, yoqing. Bo'ldi deydi, u уже возраженияsiz bo'lmaydi. Konditsioner muammosi qaysidir ma'noda shu yo'l bilan hal bo'lar ekan, Qo'l markazida bugun yana qanday murojaatlar bor? Aholini jamoat transportlarida nimalar qiynamoqda? Bekat qo'yib berish masalasi bo'yicha, ya'ni oldin endi naqd pul bo'lgan paytda avtobus haydovchilari mumkin bo'lmagan bekat yo'q bo'lgan joylardan to'xtashgan. O'sha aholi to'planib turgan, endi eskidan bo'lgan shunaqa joylar. Endi aholimiz o'sha joyga o'rganganligi yuzasidan anaqa bekat qo'yib beringlar deb Toshshahar Transxizmatga murojaat qilishadi. Lekin bu bekat masalasi bo'yicha o'sha hokimiyatga murojaat qilishsa, ular o'rganib chiqib, o'sha joyini ko'rib, ular qo'yib berish masalasini ular hal qilishadi. Jarayonlar shu bilan cheklanib qolmaydi. Operatorlar avtobus haydovchilari va har bir lokatsiyani to'liq kuzatib borishadi. Ya'ni shofyorlarning muomalasi, ularning telefondan foydalanmasligi, hattoki avtobusda chekish ham nazoratga olingan. Shu bilan birga kameralar orqali buyumlar yo'qolishining ham oldini olinyapti. Ma'lumot o'rnida aytishimiz kerakki, agar sizda ham murojaat bo'lsa, nafaqat 1062 raqami orqali, balki ATTO platformasida ushbu QR kodni skanerlab ham avtobusning holati, tozaligi va haydovchilarning muomalasi yoki faoliyatini baholab chiqishingiz mumkin bo'ladi.